Assalomu alaykum yaxshilar. Hammangizni kuningiz yaxshi tepa. Bir voqea bo'ldi-da. Men bozorga borayotgandim. Bir kishi mindirdi. Qimmat mashina mindirdi. Keyin qimmat mashina dedim, qaysi tomonga bor ekan dedim. Qaysi tomonga borasiz dedim. Men dedi, shahar ketadigan yo'lgacha boraman dedi. Astanib qolsa bormaysiz dedim, yo'q dedi. Yo'qda meni pul beraman deb kuttiruvdi. Yo'l pulim ham yo'q edi. Keyin shahdan yo'l puli olamandan beraman deb, yo'l puli olaman deb boryotgandim. Demas, jimtar. Men hozir emasam dedim. Telefon qilayin dedim, bellaga kelib turadi dedim. Men yo'l pulim ham yo'q edi dedim, xijolat bo'ldim. Qo'ying dedi. Yo'l puli nima kerak dedi. Odamzod dedi, yaxshilik qilish kerak dedi. To'g'ri, juda kichkina 5 minglik yo'l, 3 minglik yo'l, 10 minglik yo'l, uni farqi yo'q. Men so'mlik yaxshilik qilish kerak dedi. Keyin aytdim, bu narsani men Instagramimga aytaman, Instagram ahliga aytaman. Bu voqeani dedim. Unda bir nimani aytib qo'ying dedi. Dunyoda faqat yaxshilik qoladi dedi. Birinchi o'rinda odamzod ilm olish kerak, ikkinchi o'rinda yaxshilik qilish kerak, uchinchi o'rinda zurriyat qoldirish kerak dedi. Ana shunda hayot davom etib ketaveradi. Boshqa haqiqat yo'q bu hayotda. Faqat shu 3 haqiqat bor. Shu 3 haqiqatni qilgan odam xor bo'lmaydi. Bu yog'i o'z-o'zidan olanib ketaveradi dedi. Buni juda ko'p o'yladim. Sizlar nima deysizlar? Bu odamni fikriga qo'shilasizlarmi?